Nasihat KG taqdim etadi. Ustoz Abdushukur Hoji Narmatov. Hurmatli musulmon birodarim, qarang so'z tanlash usulini. Bir podshoh tush ko'ribdi. Shu o'rinda tushga bog'liq bir ma'lumot aytaman. Islom tarixida odam atodan aytarli islom tarixi Muhammad alayhisalomdan buyog'ida tush ta'birlovchi taniqli 4 olim o'tgan. Tush ta'bir qiladigan 4 olim o'tgan. Ularning eng ustozlarining ustozi Ibn Sirin. Qarang, 4 olim tush ta'bir qilar ekan. Bugun har kim tush ta'birlayveradi. Nima uchun desa, ilgari odamlar oz uxlagan, ko'p tush ko'rmagan. Hozirgilar uxlayveradi, ko'p tush ko'raveradi. Har kimga aytaveradi, tush ta'birlayveradi. Hozir soat 8 da xufton namozini o'qib uyga boradi. Ertalabki 7:30 dan 8 gacha bomdod namozi bo'ladi. 12 soat uxlaydi. Yana tush ko'rmayman deydi. Hurmatli musulmon birodarim, podshoh tush ko'rganda og'zidagi 32 tishi maydalanib, barchasi to'kilib qolibdi. 32 tishi maydalanib tushib qolgandan keyin bir tush ta'bir qiladigan olimni chaqirdi va ey olimim, ilmligim, aqlligim, meni tushimda barcha tishlarim maydalanib tushib qoldi desa, ey shohim, rostmi? Adashmadingizmi? deydi. Yo'q, adashmadim. Hamma tishlarim tushib qoldi desa, barcha yaqinlaringiz sizdan oldin qazo qilar ekan deydi. Yaqinlaringizdan hech kim qolmaydi deydi. Qamanglar buni deydi va tush ta'bir qilmay qolgur deb qamatib yuboradi. Ikkinchi olimni chaqiradi. Chaqirgandan keyin meni tushimda 32 tishim maydalanib hammasi og'zimdan tushib qoldi desa, shunday bo'ldimi shohim desa, ha, adashmadingizmi desa, yo'q adashmadim desa, unday bo'lsa barcha yaqinlaringizni yo'qotar ekansiz. Bir o'zingiz yolg'iz qolar ekansiz deydi. Buni ham qamanglar deydi. Uchinchi olimni chaqirib, tush ko'rdim, tushimni ta'bir qilib ber. Tushimda 32 tishimni barchasidan ayrildim. Endi nima bo'ladi desa, shohim, rostdanmi? Adashmadingizmi? Yo'q, xuddi shunday bo'ldi desa, olim aytadi, yaqinlaringiz orasida eng umri uzuni siz bo'lar ekansiz. Buni ma'nosi nima? Yaqinlaringiz sizdan oldin o'ladi degan so'z-ku, lekin so'zni tanlashlikda hamma gap. Sovg'alar berib, rahmat aytib, mehmon qilib jo'natib yubordi. Shuning uchun ba'zida so'z tanlashni bilishlik kerak. Bir xil ma'no beradi, lekin tilimizni ishlata bilishimiz kerak xolos. Imom at-Tirmiziy rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilar: Innal abda la yatakallamu bi kalima min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'u Allohu darajatan. Ba'zida insonlar so'zlarining ma'nosiga urg'u bermasdan bir so'zni aytadi va o'sha so'zning barakasi bilan Alloh taolo uning jannatdagi darajasini oliy qilib qo'yadi deydi. Va innal abda la yatakallamu bi kalima. Ba'zi insonlar so'zlaydi, lekin so'zining ma'nosiga urg'u bermaydi. Min sahatillah, Allohning qahri keladigan, g'azabi keladigan, la'nati keladigan shunday so'zlaydiki, la yulqi laha balan, gapirgan gapiga e'tibor bermaydi. Yahu biha fi jahannam, o'sha so'zi bilan do'zaxning eng tubiga tushadi. Imom Buxoriy, Imom Muslim rivoyati.